bo'lyapti. Hop, bugungi Scratch'dagi navbatdagi darsimiz Motion bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Imkon qadar Eventsgacha tugatishligimiz kerak. Hop, bizda vaqt qolyapti. 40-50 minutlar ichida bo'ladi darsimiz. Motion bo'limi o'z navbati bilan aytib turibdi, ya'ni harakat degan ma'noni beradi. Sprite'ni yurgizishga oid bo'lgan jamiki harakatlar, ya'ni kod bloklari, buyruqlar Motion bo'limida joylashgan. Hop, birinchi kod bloki bilan tanishadigan bo'lsak, move degani bor. Move, ya'ni yurish ma'nosini beradi. On steps deb qo'yibdi, ya'ni 10 qadam yurish. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, 10 qadam mushukchamiz yurib beradi. Hop, keyingisi bizda change x by degan kod blogi bor. Change x by bu nima qilib beradi? Bilsak, agar matematikada koordinatalar sistemasi degan narsa bor. Koordinatalar sistemasi xuddiki ko'rsataman. Mana shu bizda koordinatalar sistemasi. Markazda 0 nuqta joylashadi va o'ng tomon bilan chap tomon, ya'ni gorizontal yo'nalish bu x o'q. X o'qimiz chapdan o'ngga tomon harakatlanadi. Chap tomon, markazdan chap tomoni minus, markazdan o'ng tomon bo'lsa plyus mana. Hop, endi Y o'qimiz bu vertikal yo'nalish hisoblanadi, ya'ni tepa va past yo'nalish bu Y o'q. Markazdan yuqori qismi plyus, pastki qismi minus. Sahnani o'lchamlari haqida gapirib ketadigan bo'lsam, aynan Scratch'dagi sahna o'lchamlari o'z navbatida mana bu yerda aytib qo'yibdi. Minus 240 qadam markazdan chapda, plyus 240 qadam markazdan o'ngda. Bu degani 480 qadam hisoblanadi umumiy kengligi. Balandligi bo'lsa, yuqoridan 180, pastdan 180. Ya'ni 360 qadam hisoblanadi buni. Yuqori bilan pastki qismini o'lchamlari. Hop, bu intervyuda ham chiqib qolishi mumkin. Scratch'dagi sahna o'lchamlari degan ma'noni beradi. Hop, kod bloklarini tanishtirishda davom etaman. Keyingi kod bloki bizda change x by. Bu yerda change, ya'ni o'zgartirmoq, x o'qini 10 qadamga o'zgartirmoq. Ya'ni x ni qiymati oldin necha edi? 110 turibdi. 110 ga 10 ni qo'shadi. 120. Ustiga bitta bosadigan bo'lsa, 120 qadam x o'qidan 10 ga joylashib oladi. Eski qiymatiga 10 qadamdan qo'shadi. Nima uchun qo'shadi? Sababi mana bu yerda plyus turganligi uchun. Yonda minus yo'qmi? Demak, bu o'z navbatida plyus hisoblanadi. Agar minus qo'yib qo'ygan bo'lsam, x ni qiymati plyus tarafga o'tib 65 bo'ladigan bo'lsa, 65 dan 10 ni aylang, 55. Orqa qarab harakatlanaveradi. Xo'p, unda savol tug'iladi tabiiy ravishda. Ikkalasi ham plyus bo'lsa, mov ham plyus, ikkalasi bitta vazifani bajaryapti. Ya'ni 10 qadam oldinga qarab yuryapti. Farqi nimada degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Xo'p, farqi shundaki, move degan kod blogi faqatgina sprite qarab turgan tomonga qarab yuradi. Ya'ni sprite'imiz hozir bizda o'ng tomonga qarab turibmi, shu tomonga qarab yuribdi. Endi change x by bo'lsa, x pozitsiyasini o'zgartirib berish xolos. Qayoqqa qarab turishini ahamiyati yo'q. Hop, yo'nalishni o'zgartiraman, direction degandan. Mana bu yerda ham strelka aytib turibdi, 90 gradus, ya'ni o'ng tomonga qarab turibdi. Agar buni yuqoriga qaratib qo'yadigan bo'lsam, change x by ni tanlab ustiga bosadigan bo'lsam, mana x o'qi bo'yicha o'zgartirib beradi xolos. Uni osmonga qarab turadimi, pastgami, yergami ahamiyati yo'q. Xo'p, bitta videoni tekshirib qo'yaman. Videomiz ketyapti. Hop, yozilgan bo'lsa bo'ldi. Movda bo'ladigan bo'lsa mana
yuqoriga qarab turibdimi, demak shu tomonga qarab yuradi. Bu kod blogini ham qayerlardadir ishlatamiz. Bu ham kerak bo'ladi. Xo'p, manimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi kod blogi turn 15 degrees, ya'ni buril 15 gradus yoki daraja o'ngga yoki chapga. O'ng yoki chapligini qayerdan bilyapman? Mana bu yerdagi rasmchadan bilyapman. O'ng tomonga strelka qo'yib qo'ygan 15 gradus, ya'ni daraja burilyapti. Bunisi chapga. Buni ustiga bosadigan bo'lsam, bu o'rtaroqqa olib kelaman mana. Aylanaveradi. 15 gradus o'ngga aylanib ketyapti. Endi buni chapga aylantirishim uchun bunisini bosaman. Orqaga aylanyapti. Xo'p, endi shunday ish qilsa ham bo'ladi. Mana bu 15 gradus o'ngga aylansin degan kod blokidan foydalanib chapga aylantirib olsam bo'ladi. Qanday qilib? Bu 15 ni shunchaki minus 15 qilib qo'ysam bo'ladi. Aslini olganda bu 15 ligida o'ng tomonga 15 gradus aylanyapti. Minus qo'yib qo'ysam chap tomonga aylanadi. Direction'ni ko'radigan bo'lsak, qiymati o'zgaryapti bu yerdagi qiymat. Chapga aylanib ketyapti. Endi bu yerga aynan 15 bo'lishi shart emas. O'ta sekin aylansin deydigan bo'lsangiz, bir qo'yib qo'ysam ishlaveradi bu mana. Aylanishi sekinlashib boraveradi. Bunda ham xuddi shunday. Chapga aylanyaptimi? Demak, o'ngga aylantirsangiz ham bo'ladi. Minus 15 qiladigan bo'lsak, mana. Buni aksiga aylanadi. Xo'p, demak, har qanday sonni oldiga minus qo'yadigan bo'lsak, buni teskarisiga ishlatib olish xususiyatiga ham ega. Bu yerga mana bu movga ham minus 10 beradigan bo'lsam, orqaga qarab harakatlanadi. Change x by ga ham xuddi shunday. Manimcha unga ham minus qo'yib bo'ldik. Minus 10 beradigan bo'lsam, hop, orqaga qarab yuraveradi. Xo'sh, savollar. Yo'q aka. Aha. Manimcha. Keyingisi go to random position, ya'ni ga bor deyapti. Tasodifiy joylashuvga. Qarang. 90 gradusga tenglashtirib olaman. Hop, tasodifiy joylashuv degani endi o'zi xohlagan joy degani. Go to ni ustiga bitta bosadigan bo'lsam, tasodifiy xohlagan joyda shunchaki paydo bo'lib qoladi. O'zi istagan joyda paydo bo'lib qolyapti. Xo'p, endi buni ichini ochadigan bo'lsa, mana bu yerda mana bu pastga strelka ikonkasi chiqyapti. Demak, pastda nimadir bor degan. Xo'p, buni ichini ochib ko'radigan bo'lsam, mouse pointer degani ham bor ekan. Mouse pointer bu nima degani? Mouse pointer kursor degani. Mana bu o'rtadagi kursor bor-ku, xuddi shu narsa. iOS bo'limida bir bitta hodisaga biriktirib qo'yaman. Yani qachon ishlaydi bu? Qachonki space bosilganda, space bitta bosadigan bo'lsam, mush ham qayerda bo'lsa, shu joyda paydo qilib qo'yadi. Endi mana bu yerdan yana bitta sprite yuklaymanda, beyzbol to'pini olaman. Endi mushukka o'tib turib, buni mouse pointer emas, pastni ochadigan bo'lsam, yana bitta beyzbol degan narsa ochib qoldi. Ya'ni agar bu yerda yana boshqa spritelar bo'ladigan bo'lsa, shuni ichidan qatorasiga mana bu yerda nomlar chiqadi. Beyzbolni shunchaki oddiy boshqa nom bilan nomlab qo'yadigan bo'lsam, mana bu yerda ham avtomatik nomi o'zgarib qoladi. Space bossam, shuni oldida paydo bo'lib qoladi.
Hop, go to degani shu. Baseball yoki sprite yoki mouse pointer random position deganlari shu. Random positionda tasodifiy joyiga paydo bo'lib qoladi. Baseball tasodifiy joyda paydo bo'lib qoladi. Mouse pointer sichqoncham turgan joyda paydo bo'lib qoladi. Ya'ni kursor bor joyda paydo bo'lib qoladi. Hop. Keyingisi go to x va y. Bu narsa nima degani? Bu narsa hozir mana bu yerda ga bor, ya'ni tasodifiy joyda paydo bo'lib qol yoki mishkam turgan joyda paydo bo'lib qol degan kod blogini endi bu joydan ruchnoy, ya'ni qo'lda boshqarishimiz uchun ishlatamiz. Ya'ni tasodifiy joyda emas, x o'qi bo'yicha o'ng va chapga nisbatan man aytgan joyda paydo bo'lib qol. Tepa va pastga nisbatan man aytgan joyda paydo bo'lib qol demoqchi bo'lsak, mana bu goto x va y qiymatdan foydalanamiz. X o'qi bo'yicha qayerda paydo bo'lib qolsin? 0 nuqtada, ya'ni o'rtada. Tepa va pastga nisbatan qayerda paydo bo'lib qolsin? 50 qadam markazdan yuqorida. Nima uchun yuqorida? Sababi y o'qimiz pastdan yuqoriga qarab harakatlanadi. Ya'ni markazdan pastda minus qiymat bo'ladigan bo'lsa, yuqori qismi o'sha plyusga oshib boraveradi. Endi buni ustiga bitta bosib qo'ysam, mana shu pozitsiyaga keldi. Ko'rib aytishingiz mumkin, unday emas-ku. Markaz mana bu yer bo'ladigan bo'lsa, mana bu liniya bo'ladigan bo'lsa, mushukni yarmi o'tib ketib, yarmi qolib ketyapti-ku degan bo'lsangiz, to'g'ri, shunday narsa bo'lyapti, lekin kostyumiga o'tib, bu yerdan qarang. Hammasini belgilayman. Ushlab turib ko'radigan bo'lsa, mana o'rtada nishon bor. Mana shu nishonga nisbatan moslab qo'yishimiz kerak. Sprite'ni o'rtasini mana bu yerda aytgan pozitsiyaga qo'yib beradi. X o'qi bo'yicha 0 bo'lsin dedikmi? Demak, o'rtasi mana shu yer. Mana shu yerdan 0 nuqtaga qo'yib beradi. Xo'p, endi y o'qi bo'yicha 50 qadam yuqoriga bo'lsin dedikmi? 50 qadam mana bu yer yuqori qismiga joylashgan. Xo'p, shunday. Go to x va y demak, sprite'ni o'zimiz istagan joyiga qo'yib berar ekan. So'raganlar bormi? Hop, buni olib qo'yaman. Keyingisi yana takrorlayman. Go to deganlari x va y bo'ladimi, random position bo'ladimi? U sprite'ni biz istagan joyda yoki tasodifiy joyda shunchaki paydo qilib qo'yadi. Yo'qdan bor qilib qo'yadi. Ya'ni o'sha o'zimiz xohlagan joy yoki tasodifiy joyda paydo bo'lib qo'yadi. Endi nimaga buni ta'kidlayman? Shunga o'xshagan boshqacharog'i bor. Glide degani, ya'ni 1 sekund mobaynida tasodifiy joyga sirpanib bor. Bosadigan bo'lsam, sirpanib yurib boryapti. Yurayotgan ko'rinish bermayapti, lekin ana shu joyga sirpanib boryapti. Xo'p, bu qiymatni 2 sekund yoki 20 sekundga o'zgartirib qo'ysam bo'ladi. Xo'sh. Buni ichida ham xuddi shunday boyagi go to random position, mouse pointer, visual degan narsalar bor. Buni ichi narigi bilan bir xil, lekin glide turibdi, ya'ni sirpanib boradi. Tasodifiy joyiga, sichqoncha turgan joyiga yoki mana bu beysbol to'pining o'rniga 2 sekund mobaynida sirpanib boradi. Endi tezligida farq qilishi mumkin, qarang. Sekin yuryapti. Endi uzoqroq joy bo'ladigan bo'lsa, uzoqroq joyga tezroq boradi. Nimaga? Sababi 2 sekund ichida borish kerak. Qanchalik yaqin masofa bo'lsa, sekin boradi. Hop, uzoqroq joy bo'lsa, tezroq boradi. Endi pastdagi bo'lsa, buni boshqacharog'i o'zim istagan joyga sirpanib borsin. Demak, shu
eng o'rtaga olib kelmoqchiman, ya'ni x va y ni demak nolga tenglashtiraman. Bitta bosolgan bo'lsam, markaziy qolib berdi. Hop, Glaydlar shu. Savollar bormi? Boshlanadiganlar. Hop, keyingisi point in direction. Bu nima degani? Yo'nalish nuqtasi degani. Biz bilamiz, aylana bor. Misol uchun matematikada mana bu aylana bo'ladigan bo'lsa, aylanani to'liq qismini biz 360 gradus deydigan bo'lsak, teng yarmi 180 gradus hisoblanadi. Ya'ni har bittasini yurib chiqadigan bo'lsak, misol uchun o'zimizni uyimizdagi soatlar xuddi shu aylana ko'rinishida teng yarmigacha, ya'ni 12 soatgacha aylanadigan bo'lsa, yo'q 12 soat. Yo'q, buni qaytib oldim. Xullas, aylana 360 gradusga teng. 360. Teng yarmi aylana bu yoqdan boshlanadi deydigan bo'lsak, bu yoqqacha 90 gradus, qolgan yarmi 180. Qolgani bilan 90 qo'shsak 180. Endi pastki qismi ham hop 90, bu yerdan bu yergacha, qolgani ham 90 180. 180 ga 180 360 gradus. Scratchda bu boshqacharoq ishlaydi. 0 nuqta tepada, ya'ni 0 gradus. Endi teng yarmi 180 gradus. Qolgan yarmi ham 180 gradus. Lekin bu yarmi minusdan ishlaydi. Qarangki, 181, 182 yoki 200 ga yoki 300 ga chiqib ketmaydi. Hop, mana bu yog'i minusdan boshlanib ketyapti. Bitta narsani bilishimiz kerak. Minus 179 gacha boradi. Undan bitta oshib ketadigan bo'lsa, minus 180 deb qo'yadigan bo'lsak, bu minus 180 gradus yo'q. Plyusdan 180 ga o'tkaza oladi. Agar minusdan 180 bo'ladigan bo'lsa, unda ikkita 180 bo'lib qoladi. Minus 180 plyus 180. Yig'indisi 361 gradus bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun minusdan 180 gradus yo'q. Plyusga o'tkazib yuboradi bu holatda. Xo'p, strelka ham bu spritening yo'nalishini belgilab beradi. Endi hozirga tushuntirib berilgan kod blogim mana shu yo'nalish nuqtasini belgilab beradi. 90 gradusga burilsin deb qo'yadigan bo'lsak, ustiga bitta bosam 90 gradusga borib oladi. Mana bu yerda qiymatlar ham avtomatik almashyapti. Endi buni hop 270 gradus deb qani ayta olaman, ayta olmas ekanman. 270 dan o'zi avtomatik hisoblab boryapti. Hop 255 deydigan bo'lsak, 255 gradus mana shu yergacha aylanib keladi, lekin buni joylashgan o'rni minus 105 ga teng ekan. Hop, bu narsalar odatda qayerda ishlaydi? Misol uchun, o'yin yasayotganimizda nima bo'lishi mumkin? O'yin yasayotganimizda mana bu ko'rsatuvda olaylik. Shunaqangi narsa bo'lishi mumkin. Mashina poygasi yoki bo'lmasa nimadir. Bizda ko'rsatuvlar poygasi bo'ladigan bo'lsa, xullas tepadan narsa tushadi, undan olib qochishimiz kerak. Mana odam bu yoqqa yuradi. Endi ustun yoki to'siqlar chiqadida, mana bu yerga kelganda siz to'siqqa tegib ketib, o'lib qoldingiz, ya'ni o'yin jarayonida yutqizib qo'ydingiz. Unda nima bo'ladi? O'yin yutqizganingizdan keyin boyagi menyular chiqishni boshlaydi. Start yoki restart yoki quit, menu degan so'zlar chiqadi. Restartni boshlaydigan bo'lsangiz, o'yin bu joydan boshlanmaydi. O'yinni mana bu joyda, ya'ni dastlabki joylashuvdan boshlaysiz обязательно. Endi mana shu dastlabki joylashuvni biz go to x va y dan qo'yib olsak bo'ladi.
va hop ko'radigan bo'lsak, avtomobil bo'ladigan bo'lsa yoki mana bu qush bo'ladigan bo'lsa, ko'rshapalagimiz faqatgina haykalga o'xshab u yoqdan bu yoqqa borib kelmaydi. Hop, biroz o'ngga yurayotganda aylanishi mumkin mana. O'ngga uchyaptimi, demak o'ngga qarab biroz burilib aylanadi. Endi chapga yurayotgan bo'lsa, chapga qarab harakat qiladi. Tegib ketdik. O'sha game over bo'ldi. Endi qayta boshlash tugmasini bosadigan bo'lsam, markazdan boshlanishga boshlanadi, lekin bu holatda bunisini ham to'g'irlab qo'yishimiz kerak. Bunda bizda yordamga keladi point in direction. Buni 90 gradusga bitta tenglab qo'ysam, mana. Hop, 90 gradusimiz shu deyaptimi? Uzr. Ha, kodni man hozir mushukka yozyapman mana. Mushugimiz to'g'irlanib oldi. Ko'rshapalakka o'tib, buni point in directionni ham 90 ga tenglab qo'yishimiz kerak mana. 90 ga tenglashib qoldi. Hop, endi point toward degani bor. Bu nima degani? Hozirgi point in direction 90 gradus degan bo'lsak, ya'ni yo'nalish nuqtasini 90 gradusga tenglab ber dedik. Endi bunisida bo'lsa, yo'nalish nuqtasini sichqoncha turgan tomonga qaratib ber deb aytsak bo'ladi. Bitta hodisani olib olaman. Mana sichqoncha mana bu yerda turibdi. Bossam shu tomonga qarayapti. Bu narsani nimaga qo'yishingiz mumkin? Misol uchun mana bu yerda bitta odam yoqdan bu yoqqa qochib turadi, o'rtada bitta tank turadi. Tank sizga qarab o'q ochishi kerak. Ya'ni sizga qarashligi uchun mana bu point towarddan foydalanasiz. Mana bu yerdan betni tanlab qo'ygan bo'lsangiz, bet tomonga qaraveradi avtomatik va o'q otadigan funksiyasi ham qo'shsangiz bo'ladi. U yoqdan bu yoqqa yuraverasiz. Mana bu yerdagi tank yoki qandaydir hasharot yoki hayvon sizga qarab hujum qilishni boshlaydi. Dastavval hujum qilishdan oldin sizga qarash kerak. Qayerga ko'rsangiz shu tomonga qarash kerak. Bu jarayonda bizga point toward kod bloki kerak bo'ladi. Qiyinlashib ketmayaptimi? Hop. Mana bu kompyuterda shaffof qilayotgani nima? Pullar yonib qoldi. Kelyapti lekin. Aha. Qandaydir tushunmovchilik joy bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, to'xtatib so'raysizlar. Xo'p. Keyingisi mana bu change xy. Buni boya yuqorida ham ko'rib o'tdik. Endi buni bratishkasi bilan birgalikda boshqatdan tushuntiraman. Change xy x o'qini o'zgartirib beradi. Bunda ko'rsatilgan ishoraga qarab, agar ishora minus bo'lmasa, avtomatik plyus tomonga o'zgaradi. X ning eski qiymatiga agar plyus bo'lsa, qo'shib ketib beradi. Agar minus bo'lsa, eski qiymatidan ayirib beradi. Xo'p, endi set x2 bo'ladigan bo'lsa, set bu sozlash degani. X o'qini, ya'ni mana bu yerda x ni qiymatini bu joyga qo'yganimizda, misol uchun 90 qo'yib qo'ygan bo'lsam, set x2 ni bitta ustiga bossam, mana bu x ni qiymatini shunchaki 90 ga tenglashtirib qo'yadi. Mana 90 qadamga tenglashtirib qo'yadi. Minus yozadigan bo'lsam, minus 90 yozsam, minus 90 ga qo'yib beradi. Endi bunisi bo'lsa, eski qiymati turaveradi. Mana shu eski qiymatga bu yerda kiritilgan qiymatni qo'shib beradi. Ya'ni bu yerda minus turgan bo'lsa, minus 90 ga minus 10, minus 100 bo'ladi. Shunda pozitsiya minus 100 qadamga o'zgaradi x o'qi bo'yicha. Buni biz o'quvchilarga tushuntirsak bo'ladi. Set deganda o'zi aslini olganda minus 90 set x minus 90 ni bosaversak, bu qayta minus 90 ga qo'yib beryapti. Lekin ko'zimizga umuman ishlamagan deb turibdi. Bir marta mana boshqa joyga
obod qo'ydi, mana bir marta ishlayapti, lekin joyida qotib turibdi. Undan keyin nimaga pastga tushmadiku deyishingiz mumkin. Sababi bu yerda faqat x o'qini o'zgartiryapman xolos, y o'qini o'zgartirmayapman. Ustiga qayta qayta qo'yyapti. Shuni hisobiga bu ko'zimizga faqatgina bir marta ishlaydi degan kabi ko'rinyapti. Change x bayda bo'lsa, bu qayta qayta eski qiymatiga ko'rsatgan qiymatimizni qo'shib o'zgartirib beradi. Change bu o'zgartirmoq, set sozlamoq degani. Xo'p, bular ikkalasi x o'qi bo'yicha, ya'ni gorizontal yo'nalish, ya'ni o'ng va chap tomon degani. Bunisi bo'lsa y o'q, yuqori va pastki qismi degani. Hozirgi bilan bir xil. Change endi y deb qo'ygani y o'qiga o'zgartirish kiritaman degani. Y o'qini eski qiymati 36 bo'lsa, 36 ga 10 ni qo'shaman. Mana yuqoriga qarab chiqib ketayapti. Aytishingiz mumkin, bu yuqoriga qarab turibdi-ku, aytishingiz mumkin. Yo'q, buni bunday bo'lib qo'ysam ham, teskari bo'lib qo'ysam ham, y bosadigan bo'lsam, xuddi shu ma'noda chiqib ketaveradi. Endi set y2 bo'ladigan bo'lsa, 36 ga tenglashtirib qo'yadi. 36 pozitsiya qayerda bo'lsa, xuddi shu joyga olib kelib qo'yadi. Hop, kelganlar yo'qmi? Aha. Hop. Savollar. Savollar yo'q bo'lsa, keyingisiga o'tib ketaveramiz. Deyarli tugadi. Bizda qaranglar. Mana buni yo'nalishini 90 ga tenglab qo'yaman. Va mana bu yerdan yurishni olaman. Bu tezroq yursin uchun 50 qadam qilib oshirib qo'yaman. Ustiga bossam, qarang. Mana bosaman, o'tib ketdi, to'g'rimi? Dumidan ushlab tortaman. Endi bizda shunaqangi kod blok bor. Agar devorga tegadigan bo'lsa, orqaga qaytsin degan, ya'ni bouncing bo'lsin degan kod blogi bor. Bu kod blogi nomi mana bu. If on edge bouncing, ya'ni edge degani to'siq degani. Mana shu to'siqqa urilsa qaytib kelsin. To'siq degan ma'noda biz tushunishimiz mumkin. Aynan bu yerdagi to'siq, splashning ichidagi to'siqni 4 devorni tushunsak bo'ladi. Mana o'ng tomon, chap tomon, past, yuqori tomondagi sahnamizni chegaralari. Shu yerda nazarda tutsak bo'ladi. Xo'p, bosaman, mana. Devorga tegdimi, orqaga qaytyapti. Endi bu jarayonni bizda forever degan narsa bor. Forever har doim degan. Buni har doim ichiga bit hisob qo'ysam, qadam tez yuryapti, buni 10 qilib qo'yaman. Har devorga urib borilganda ortiga qaytyapti. Ortiga qaytish mana bu yerdan nima uchun oyog'i osmondan bo'lib qaytyapti? Nima uchun? Hop. Sababi mana bu directionni ustiga bosadigan bo'lsam, pastda yana qanaqangidir sozlamalar bor ekan. Birinchini ko'radigan bo'lsak, strelka mana bu ko'rinishda aylana ko'rinishiga qo'yib qo'yilgan ekan. Bu nima degani? All around degani. Ya'ni devorga tegdimi, oyog'i osmondan holatda bo'ladimi, o'ng tomondanmi, chap tomondan farqi yo'q. Xohlasa aylana ko'rinishda qaytib kelsin. Ya'ni oyog'i osmondan bo'lib qaytib kelsa ham bo'laveradi degan. Biz bu yerda ruxsatni shunga berib qo'yganmiz. Endi yonidagini ko'radigan bo'lsak, bu left right deb qo'yibdi. Hozir buni ishga tushirib ko'raman. Bosaman. Endi biroz bosada to'g'riladi. Faqat devorga tekkanda yo o'ngga qarab qolsin yoki chapga qarab qolsin degan ma'noni beradi bu yerda. Hop. Maraka chiqib ketdilar.
Xo'p, xo'p, xo'p. Endi mana shu joydan 3-sini tanlaydigan bo'lsak, don't rotate. Ya'ni hech qaysi tomonga qaramasin degan bo'lsak, qanday oldiga yurib ketgan bo'lsa, shunday orqaga qaytib keladi. Hmm. If on edge bouncing degani shu. If on edge bounce. Hop, pastidagi qismi mana bu set rotate deb qo'ygani hozir ko'rgan ekran ko'rinmay qoldi. Hop. Ekran ko'rinyaptimi? Fazilatxon? Hop, alayhissalom. Shu yerdamisiz? Hop, hozir bir daqiqa. Hop. Boshqaraman, uni farqi yo'q. Ekranim ko'rinyapti. Mana bu set rotate style bo'lsa, rotation style mana bu joydagi, ya'ni mana bu knopkalarni buyruq sifatida ishlatilishi. Hop. Ya'ni buyruq kod blogi sifatida ifodalanishi hisoblanadi. Set rotation style. Agar buni o'zgartirib qo'yadigan bo'lsam, left rightga qo'yib qo'ydim mana. O'ngga va chapga qaytib kelyapti. Buni don't rotate qilib qo'yadigan bo'lsam, avvalgi ko'rinish. Qanday bo'lgan bo'lsa shunga qaytadi. All aroundga qo'ysam, oyog'i osmondan bo'lib qaytadi. Shu. Endi mana bu X position, Y position, direction bo'ladigan bo'lsa, bitta chiqib qo'yadigan bo'lsak, mana X pozitsiyasini ko'rsatib beradi bu yerda. Bunisi Y pozitsiyani ko'rsatib beradi mana. Faqat 19 qadam yuqoridan yuryapti ekan. Bu yo'nalishni ko'rsatib beradi. 90 gradus minus 90. Oho. Bundan. Davom etaman. Set rotation style shu yo'nalishni kod blogi buyruq sifatida ifodalash hisoblanadi. Pastdagi qiymatlar bo'lsa shunchaki yo'nalishni X pozitsiyani, Y pozitsiyani ko'rsatib beradi. Hop, bu narsani buyruq sifatida ifodalansak ham bo'ladi. Ya'ni agar X pozitsiya, ya'ni mana bu yerda ko'rsatgan qiymat falon qiymatdan o'tib ketadigan bo'lsa, nimadir bo'lsin degan ma'noda ifodalab ketsak ham bo'ladi. Shu bilan motion bo'limi o'z nihoyasiga yetdi. Savollar. Savollar. Endi bormi? Savollar 1, savollar 2 va savollar 3. Hop, videoni to'xtataman.